Şiir Көк майкылық Ай Чолпан. Авторы Ахмет Игенбердин ijadi. 2009 yılı 5 iyul qahramonlarga beg'ishlayman. Isming kimdir ey canan? Men bilmayman ko'p hayron. Ya Mayimxon, ya Rizvon, ya Nuzukum Ishparxon. Ya tusumu bek pinhan, lekin naming ming dastan. Ko'k maykiliq Ay Chulpan. Bilmisammo namingni, yazmaq bo'ldim shoningni, axlab numus aringni, rozi qib al yaringni, berding aziz joningni, ko'k maykiliq Ay Chulpan. Chulpan desam yo'riqsan, imonga boy ulug'san, husni kamol to'liqsan, xon tangridak qutluqsan, ko'k maykiliq Ay Chulpan. Yav to'ssimu yo'lingni, o'rab o'ng ham so'lingni, egmay qaysar bo'yingni, nayzi qilib qo'lingni, dadil aytding so'zingni, ko'k maykiliq Ay Chulpan. Yo'qol deding yerimdin, bu yer bizning qadimdin, chimdim tuproq tenimdin, daryo suyi qinimdin, ortiq mening jenimdin, mardlik yog'di tilingdin, ko'k maykiliq Ay Chulpan. Sen yo'ruq jahonim, yo'lva sifat palvonim, zulfiqor til zabonim, shon shavkti davronim, Uyg'ur qizi avlodim, ko'k maykiliq Ay Chulpan. Qisos o'lmas kun kelar, bu zulmatlik tun pitar, Tangri o'zra kun kular, xalqing mangu yod etar, pok ro'yingni shod etar, ko'k maykiliq Ay Chulpan. 2010 yılı dekabr, Avstraliya Adelaide şehri.